Yaxshimisilar do'stlar, men do'stonlar Akram. Biz bugun premyer günimiz, ya'ni premyerda harakat qilayotgan jismni bir qancha ko'paytirib olgandan keyin uni harakatlantirishni günimiz. Unda bo'lsa, darsimiz boshlansın. Kanalga a'zo bo'lganlar, yaxshi bilan sog'lom tuman uzunroq go'zal chiroyli qadaqamatlik nazli taqatlik so'z salobatlik ballar. Premierni ochgandan keyin biz ishlatmoqchi bo'lgan videoni astidagi mashg'ulot ko'ziga tashlaymiz. Vaqt ko'rsatkichimiz orqali ishlanmoqchi bo'lgan yana tanlab olgandan keyin ust tarafdagi kamerani bosamiz. Ochilgan ko'znakdan OK qilib o'tgandan keyin biz buni astidagi mashg'ulot ko'ziga tashlaymiz va eshib qolgan qismni kesib o'tamiz. Rasmni tanlab mousening o'ng tarafini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan ust tarafdagi Photoshopda ishlang deganni bosamiz. Photoshop açılgandan keyin üst tarafdagi windowni bosamiz. Açılgan ko'znakdan propertiesni bosamiz. Açılgan ko'znakdan quick actions deganni bosamiz. Keyni ko'rinishni yuyish deganni tanlaymiz. Ko'rayotganinglarda keyni ko'rinish butun holatda suzib chiqarib etildi. Ctrl S ni bosish orqali saqlab olamiz va Premierga qaytib kelamiz. Shuning bilan biz ishlatmoqchi bo'lgan unumni hosil qilib oldik. Xohlasanglar bu shaklda 5-6 ga ko'paytirib ishlasanglar bo'ladi. Ayni shunda dahshat shu shandarslar aynan. Ko'rayotganinglardek bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar va bundan keyingi sarxil darslar uchun kanalimizga a'zo bo'lishni va hambaharlashni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.